Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi videoroligimizni qo'yadigan videoroligimizni to'g'ri qabul qilasizlar degan umidda biz. Bu yerda hech kimdan qo'rqqani yo'q. Biz Shavkat Buxarskiy bilan ham ko'rishdik, qirg'izistonliklar bilan ham ko'rishdik. Hammasini do'stona hal qilib oldik. Qirg'izistonlik bir bola bilan Shavkat Buxarskiy orasidagi konfliktni bir-biri bilan ko'rishtirib, bir-biridan uzr so'rattiradigan bo'ldik. Lekin hech kimdan qo'rqqani yo'q. To'g'ri qabul qilasizlar degan umidda biz kichkinagina problemani deb davlatlararo bir nizo kelib chiqmasin deb to'g'ri rishad qilishga harakat qildik. Shunda kommentariyada do'xiga o'tirdi degan gapiradiganlar, bu yerda hech kim do'xiga o'tirgani yo'q. Prosta ikki davlatni do'stona anosini hal qilishga harakat qildik. Shu narsani o'yladik biz. Boshimizga bir kulfat tushganda, virus tushganda, biz sami gilamni o'shani o'ylaylik. Birovimizga drushba qilib yordam qilaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, Qirg'iziston xalqi. Kecha men va'da berdim, o'sha Shavkat Buxarskiy o'zimizni zemlyagimizni topaman deb. Prosta abishat qo'rqqanim uchun emas, bu prosta abishat qildim men. O'zbeklar nomidan abishat qilganim uchun. Gaplashib olganmiz, hammasini gaplashganmiz. Keyin mana bu Shavkat Buxarskiy orqasidan chiqarayotgan o'zbeklar hammalang bu videoni to'xtatinglar. Biz qirg'izlar bilan kelishib oldik. Hadimay hozir bana gaplashdik. U aytayapti, u birinchi va so'kishgan qirg'iz bilan gaplashtiramiz deyapti. Ikkovini gaplashtiramiz, bir-biridan uzr so'raydi, bo'ldi, ora ochiq bo'ladi deyapti. Mana Shavkat Buxarskiy abishat qilganim uchun mana keldim mana Shavkat Buxarskiy. O'zimiz zemlak. Assalomu alaykum qadrdonlarim, radnoylarim. Ana Shavkat Buxarskiy o'zini radnoylari bilan birga prosta men birinchi video chiqarganimni hamma ko'rgan bo'lsa, 4 ta video chiqardim. Men bu yerda ikki davlatni urushtirmoqchi yo'q edim. Men prosta ikki davlatni do'stligini saqlab qolmoqchi edim. Radnoylarim, meni podeshka qilib o'tirgan aka-uka, opa-singillarim, bo'ldi qilinglar, iltimos sizlardan. Ikki davlatni bir-biriga urushtirmaylik. Bu katta urushga aylanib ketayotgan ekan. Jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qirg'iziston xalqi, men sizlardan uzr so'rayman. Agar nepravильно gapirgan bo'lsam, jonlari sog' bo'lsin. Hech qachon men nasistlik qilmadim. Lekin aka-ukalarim sizlar, men birta joyga ishlaganman, qirg'izlar bilan, tojiklar bilan, hamma bilan ishlaganman. Men nima demoqchiman? Kelinglar aka-uka bo'lib qolaylik.